Azamat qoch, azamat. Yo'qqa. To'lab ketishlaringni. Jo'rajon, shoshmagin. 3 kunga qaytamiz. Bitta ishchimiz bor. O'shani urib kelamiz, pulini olib kelamiz, rasm o'qigan joyimizni to'g'rilab beramiz. Zalogga o'g'lim Xolmurod, jigarim turib turadi. Usta bu qachon qaytamiz? Qanaqa qaytasan? Xolmurodni 3 kun boqsin, o'zi haydab yuboradi. Ketdik. Azamat. Bu yerga ish ko'p jo'ra. Ustobo, mana shu yerdan hozir ishni boshlaymiz, lekin bitta yomon yangilik bor-da. Obed bermaysizlar. Yo'q, kranni ta'minlashyapti. Sizlar ungacha damlarni olib turinglar. Shunaqa ish top degan edimda, qara, ustani qadriga yetay ekan. Usta ana shu dam olib ishlash kerak. Qancha usta dam olsa, shuncha effekti, shuncha zo'r bo'ladi. Xo'p, ustobo, biz hozir Toyloq tuman markazida qadar rostlaydigan yangi O'zbekiston massivida turamiz. Ushbu massivda 4816 ta xonadon quriladi. Mana usta bu Abid. Azamat, biza qurilishgami yo sanatoriyagami jo'ra? Qurilishga usta bu. Tayloqdagi yangi O'zbekiston massivini borgan sari yaxshi ko'rib boraman, Azamat. Boshlang usta bu. Qo'shida o'zingiz bilan olaverasizmi? Ha? Gigiyenada, Azamat. Ustobo, Mana turdik aka. yo'q, kran bir soatda tayyor bo'lar ekan. Shuni aytgani keldim. Shuni odamaysizmi, aka? Katta ishga shoshilmasin. To'g'rilasin, xavfsizlik birinchi o'ringa. Bitguncha biza dam olib kutib turamiz, aka. Yangi O'zbekiston massividagi bizning uylarimizni subsidiyaga 20 yillik ipoteka kredit asosida 4 yillik va 2 yillik bo'lib to'lash asosida olishingiz mumkin. Azamat, bu nima qilyapti bu? Domni reklama qilyapti usta bu. Biz ham reklama qilmaymizmi? Attismiz, ha? Lekin bu o'yla moshni qurilyapti. Xolmurodga bitta bo'lib to'lashga olmasam bo'lmaydi, jo'ra. Menga ham bo'ladi usta bu. Keyin kelsang olamizda. Azamat, mana men bilan 7 yildan beri yuribsan. Nimani o'rganding mendan? Kayf qilib yashashni o'rgandim usta bu sizdan. Kayf qilib yasha jo'ra. Men har kimga ham o'rgatavermayman.